Assalomu alaykum akalar, sizlar YouTube'dagi Ahmadjon's kanalini tomosha qilyapsizlar. Agar kaptarga qiziqadigan bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Videomizni klass bosib qo'llab turasizlar. Akalar kommentariyaga просто Ahmadjon.uz deb yozib ketinglar. Mana masjidi mod ekan 15 tagacha o'ynaydi ekan akalar. Kaptarlar Qirg'izistonda. Avaz degan kaptarlari Qirg'iziston Novqat degan. Hozir bash qizil to'sh ham nar ekan, ko'ryapsizlar. Oshnamga berib yuborgandim dedi, "Juyab kelib qo'yaman" dedi. Shunaqa katta o'yinchi kaptar ekan bu. Sotuvda yo'q hozir akalar. Lekin misol Qirg'izistonlik akalar bo'lsa, nomerini kerak desa, menda nomeri bor. Telegramdan yozsanglar, nomerini tashlab beraman. Bir qator o'zidan so'rab qo'yaman. Shunaqa so'rayapti deb. Keyin tashlab beraveraman. Ben hali o'zidan so'ramadim-da. Lekin qizil toshda o'yinni ko'ringlar akalar. Andijon kaptar mana. Kimdir girra bu deyishi mumkin. Bu kaptarlar girra bo'lmaydi akalar. Ular shunaqa o'yinchi bo'ladi. Uchirsanglar uchadi. Bunaqa bola paytida u yoqqa bu yoqqa qon olib yuraverishi mumkin. Lekin boladan to'xtatib uchirsanglar uchadi. Mana shu moda tulayotgan paytidagi gap o'yini. Sochlari bor ekan, ko'p ekan sochlari, rosa ko'p ekan. Xudo xolasa O'zbekistonga borsam o'taman, Qirg'izistonga aylanib ko'rib o'tamiz. Inshaalloh shunaqa niyatlar qilib qo'ydim. Soch, lekin oqlari hozir qolmabdi. Sochi bor edi, sochlarim bor dedi. Sizsi bor ekan, ko'ryapsizlar. Hali siz ham mashq yurgandir, 15 tagacha o'ynaydi shu kaptar dedi, modani. Keyin sochda oldi qolalari bor ekan. Oldi qop-qora sochlar bo'ladi, shunaqalari bor ekan. Ko'p qirg'izistonlik akalar kaptar so'raydi mendan. Mana tayyor kaptar akalar. Sotsa olib baqish kerak. Hammasi o'yinchi. Uchadigan kaptarlar ekan. Mana bu qaranglar, oldi yirtilgan, yiltqilar. Demoqchi bo'lganim, Andijondan bu yoqqa olib o'tguncha tayyor o'tib qolgan ekanda bular. Agar sotadigan bo'lsa, meni bolasi chiqsa baribir sotadi-da, beradi. Sotmasa ham beradi. Bemalol olib baqsanglar bo'laveradi. Mana qaranglar ustoqligini. Shu kaptarning go'zalligini ko'z tegmasin. Bolalar o'zlaridan ko'payib ketsin. Sog' bo'linglar akalar, salomat bo'linglar.